O'g'lim, yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Ha. Agar vaqting bo'lsa, ertaga pensiya jamg'armasiga borib kelaylik. Nega tinchlikmi otajon? Shu desang, plastik kartamni yo'qotib qo'ydim. Eslolmayapman qayerga qo'yganligimni. Yangi oy kelishiga ham 2 kun qoldi. Yangi karta ochishga ulgurmayman, shu sabab pensiyamni naqd pulga o'tkazib kelay. Yana bilasan, chet eldagi qarindoshlarim ham anchadan buyon mehmonga chaqirishmoqda. Pensiya jamg'armasiga borganimda bir yo'la so'rab kelaman. Pensiya pullarimni vaqtincha to'xtatib tursam bo'larmikin? Agar to'xtatib turish imkoni bo'lsa, qaytib kelganimdan keyin pensiya pullarimni ola olamanmi yoki yo'qmi, shularni bilib kelaman-da, o'g'lim. Otajon, bu ishi juda oson-ku. Hozirni o'zida hal qilamiz. MyGov.uz platformasi orqali pensiya pulingizni naqd pulga osongina o'tkazib qo'ysak bo'ladi. Yaxshi-ku. Mehmonga borsamchi? Otajon, hozirda pensiya tizimi to'liq elektron tizimga o'tgan. Bu xizmatdan foydalanish ham MyGov.uz platformasi orqali amalga oshirilsa bo'ladi. Kelganingizdan so'ng olinmay qolgan pensiya pullaringizni muammosiz olishingiz mumkin. Faqatgina otajon, mehmonda bo'lishingiz 24 oydan oshib ketmasligi kerak. Chunki 24 oy ichidagi olinmay qolgan pensiya pullari to'liq to'lab beriladi. O'g'lim, rahmat, senga ancha ko'nglimni to'q qilding. Yoshi katta insonlarga shunday imkoniyat yaratib bergan yurtboshimizni boshlari omon bo'lsin. Martabalari bundan-da ulug' bo'lsin. Ushbu ishga bosh-qosh bo'lib yurganlardan Alloh rozi bo'lsin. Shunday jannat makon yurtda yashayotganimga Allohimga ming rahmat.